Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilari, hurmatli do'stlar. Bugungi roligimizda sizlar Sharshara kafesi, Alibaba restoran, Mumtoz to'yxona yaqin yerda joylashgan 1 qavatli 150 kvadrat metr bo'lgan tayyor xonadon bilan tanishib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, fasadlari travitiller qilingan, gaz gap turibdi, svet ham gap turibdi, hurmatli vatandoshlar. Ham домашний telefonlarcha o'tgan. Aynalar ham korishniy akvaramdan qo'yilgan, so'qqillari kafel qilingan. Bu yerda ziloniy zonachasi bor, chiroyli qilib nazovalarni ekib qo'ydilar. Bu yerda mashina qo'ymagan, parkovочный messasini ega. Tarnallar o'rnatilgan, alifallar qilingan. Gaz, svet, suvlar hammasi gap turibdi, muammosiz postoyanniy bor. Messas ham yaxshi. Yana kirish ishlari ham, ta'mir ishlari ham, cho'chlar ham hammasi qo'yilgan. Bismillah deb giramiz. Xonadonimiz ham giyin tushgan. Girgandan beri dalan qismi bo'ladi. Oyoq tiylari hammasi yog'och pol, narx ham zo'r. Hazlar divorlar однотонный fon qilganlar. Eshiklari MDF eshiklari. Biz zaldan keyin ikkinchi spalni, uchinchi spalni, o'rtada sanuzel, keyin oshxona qismi. Hurmatli vatandoshlar, keyin orqa tarafda bog' qismi ham ega. Wi-Fi'lar bor, o'tgan internetdan muammo yo'q. Ya'ni домашний telefonlar ham o'tib turibdi. Elektrika avtomatlari bor, hurmatli vatandoshlar. Xalasangiz orqa tarafida skvajinadan ega, xalasangiz vodoprovod ishlatsangiz ham bo'laveradi. Bu yerda rakovinalar qo'yilgan, ya'ni ko'rib turganingizdek suv gap turibdi. Aynalar korishniy ramlardan ham joyimiz enini, dalan enini 3,5 metr, uzunasini 9 metr razmerda tushgan. Bu yerda demir katyollarini ega, erganakidan yog'ochdan chiroyli qilib ishlangan. Qaramali ishlar qo'yilgan. Zalimizda eshikda barakinda zalimizning oyoq tillari ham yog'och pol, razmeri 3,5-6 metr kattalikda zal qismi bo'ladi. Devorlari fonda, patologlar gipsokardon bilan qoplangan, yog'och bilan bosilgan xonadonimizning tepasi. Zalimizning aynan tarafida spalnisi, hurmatli vatandoshlar. Aynasi zalimizga qaragan ekan. Bir chiroyli qilib parda asib qo'ysangizlar ham bo'laveradi. Aynani beklab turish maqsadimda. Bu yerda esa trezor zonasi. Akkuratlik qilib fon qilib qo'ydilar. Bu tarafda spalnisi bo'ladi. Spalnimiz enini 3,5 metr. Bundan ham bir hurmatli vatandoshlar 3,5 metrlik bog' beramiz. DC spalni beri. Bu tarafda sanuzeli bo'ladi. Kafel qilingan. Devorlar oyoq tiylari stechkada turibdi. Dushoy qilgan ekanlar, unitazlar qo'ygan. Aristoni bor, patolog natijoy, bedaminlar registrlari bor. Suv, svet, gazlar gap turibdi. Bu yer oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamizdagi kattalikni aytib o'tgan bo'lsak, eni 3,5, uzinasi bundan bir 370lar, 380lar bor. Bu tarafda esa kattalar uchun spalni berimiz 3,5, 370, 380lar chiqadi. Oshxona bilan bir xil kattalikda devorlari beni xonani shifokilib turibdi. Profil registrlari bor. Oynalar esa plastik ramlardan qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar, ajoyib xonadon kelib, yanbanda bir meydachida ishlari bor, shularni qilib to'g'ri yashasangiz bo'ladi. Orqa tarafida ziloniy zonasini ega, ya'ni yashil maydonlar, yana bir xalasangiz ekin-dikin eksangiz ham bo'ladi. Kichkina gul-pul, nazovalarni ekib chiroyli qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ham xalasangiz tapchan qo'yib, dam olib o'tirmagan mestalar ham bor yetarlicha. Bu yerni stechka qilsangizlar, tapchan qo'yib, dam olib o'tiradigan mesta qilib qo'yarasizlar. Paxsalar bilan tartib o'rilgan, pindamitlar ko'rinib turibdi. Hurmatli vatandoshlar, sizlar kanallarimiz a'zolari, hovli joyimizda joylashgan mestasini aytib o'tadigan bo'lsak, Urganchda Shavot yo'lida Sharshara kafesi, Alibaba restorani, Mumtoz to'yxonasini yonlarida shunday 1 qavatli 150 kvadrat metr bo'lgan ajoyib salingan hovli joy bilan tanishib o'tdik. Narxini aytib o'tadigan bo'lsak, 455 million so'm. Gelishadigan yeri bor, kelib, ko'rib, ustida gelishib olishingiz mumkin. Hamma sharoitlar qilingan, kelib yashayveradigan. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib, videomizga like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangizlar, fikrlaringiz bo'lgan bo'lsa, joylarimizga baho berib, kommentariyada fikrlaringizni qoldirib borasizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videoda görüşguncha xayr deb qolamiz.